To'xtang aka. Nima qilib yuribsiz? Gurpadan chiqib ketgan sinfdoshlarimni izlab yuribman. Topdingizmi? Yo'qda, kecha Yakkabog', Surxondaryo tog'larini izlab topolmadim. Oxiri bugun Qamashtoqqa keldim. Gurpadan chiqib ketgan sinfdoshlarimni izlab yuribman. Ha, bu o'tinni nima qilasiz? Bu o'tin archaning o'tini ekan, bundan sinfdoshlarimga shashlik tandir qilib beraman. Ha. O'zi yig'ilib turasizlarmi? Yig'ilib turaylik. Endi yig'ilamiz-da, endi 31,5 yillik qilsak, Xudo xolasa bu o'tindan yana ko'paytirib tog'dan olib ketaman-da. Ha, bu o'tinning egasi bor lekin. Endi egasiga endi ko'rsatmaymiz endi buni. Endi yana yurishni boshlaymiz endi. Ha. Shu tog'dan o'tsam, nasib qilsa uyga yetib olaman. Xudo xolasa. Shu tog'ni ko'ryapsizmi? Ha, ko'ryapman. Nasib